Tezda Rossiyadan O'zbekistonga yuqori kursda pul o'tkazmalari. Agar bu Amerika bo'lganda, bu yer allaqachon bomblar bilan to'lib ketgan bo'lardi. Men u his odamni ko'rmadim. Bu yerda shunchalik tinch va osoyishtaki, ajoyib. Uy odamlarni qidirib ko'raman. Menimcha topish qiyin bo'lsa kerak. Xitoyda uysizlar qayerda? Ularni boshqa Xitoyda yashiradi. Ha, aslida Xitoy ikkita va xitoyliklar tug'ilganidanoq ikki xil toifaga bo'linadi. Ta'lim, tibbiyot, pensiya, ajoyib shahar hayoti. Ikkinchi toifadagi fuqarolar ulardan erkin foydalana olmaydilar. 2022-yilgacha agar siz mashinada birinchi toifadagi 30 yoshli xitoylikni urib o'ldirsangiz, qonunga ko'ra $140,000 ortiq to'lov qilishingiz kerak. Agar ikkinchi toifadagi xitoylikni urib o'ldirsangiz, tabriklayman. Uni hayoti 2-3 barobar arzonroq turadi. Bu segregatsiya tizimi huquq, ya'ni propiska, ro'yxatga olish tizimi deb ataladi. Bu haqida hech kim gapirishni xohlamaydi, lekin aynan shu tizim Xitoy davlatining asosiy tuzilmasi va Xitoy mo'jiza iqtisodiyotining bosh siridir. Agar siz o'rtacha daromadli oddiy odam bo'lsangiz, lekin krepostnoy huquqlar bekor qilinishidan oldingi boyvachcha yoki xonimlik tuyg'usini his qilishni istasangiz, Xitoyda bu sizga mulkul taqdim etiladi. Jen, ya'ni odam ustidagi odam bo'lish hissasi. So'zni tan ma'nosida. Sizni tog'ga yelkada ko'tarib chiqishadi, hatto itingizni ham. Siz uchun qishbaqalarni tozalab berishadi, ovqatlanayotganingizda raqsga tushishadi. Kechasi soat 2 da, yomg'ir ostida, suv toshqini paytida, qor bo'ron ichida 40 daraja issiqda ovqat yetkazib berishadi. Hatto sizni izzatli oyog'ingiz bosadigan yer ham supurgi bilan farroshlar tomonidan tozalanadi. Ba'zi joylarda ularni ruxsat etilgan chang miqdoridan oshib ketgani uchun jarimaga tortishadi. Xitoydagi bunday munosib va juda arzon hayot 300 million shunday naminkullarga, qishloqdan kelgan qullarga tayanadi. Qishloq propiskali shaharda past malakali ishlarda ishlaydigan odamlarga. Ular shahar propiskasini olmagan va ola olmaydi ham. Chunki na fan doktori, na yuqori malakali mutaxassis, na yiliga 1 million yuan soliq to'lovchi. Ha, bu propiska olish shartlari. Masalan, Shanxayda xitoylik sotsiolog Zhou Fuxining tadqiqotiga ko'ra 80-yillarda shaharga kelgan birinchi qishloq mehnat muhojirlarining ahvoli achinarli. Qarigan chog'ida ularning yarmidan ko'pida atiga 50 ming yuandan kam jamg'arma bor. 15% da esa umuman hech vaqo yo'q. Pensiya oladiganlari esa oyiga bor yo'g'i 100-200 yuan oladi. Ular o'limigacha ishlashga majbur. Men chuqurni shunday qazib beramanki, siz albatta mamnun bo'lasiz. Agar ketsangiz meni ham olib keting. Duradgor kerakmi? Ularga faqat 2 kishi kerak. Men senga chaqirgim degandim-ku. Kerakmi shu sharmandali ishimizni videoga olib. Bu sharmandalik-ku. Bizni tilanchidan nima farqimiz bor? Rostini aytsam, bu haqiqiy tilanchilik. Ular shaharni qurishadi, lekin shahar ularga tegishli emas. Shahar kasalxonalari ularni qishloq sug'urtalarini qabul qilmaydi. Shuning uchun kasal bo'lishganida odatda sabr bilan davolanishadi. Shahar maktabi ularning qishlog'i bolalarini qabul qilmaydi. Lekin ba'zi joylarda albatta ozgina insof bor. Agar ota-onalar yetarlicha ball to'plasa, imkoniyat ochib berishi mumkin. Investitsiya orqali, patent orqali, yo'lovchini o'g'ridan qutqarib qolish orqali yoki qon topshirish orqali. 100 ml qon uchun 2 ball. Bundan tashqari shahar hokimiyati ularni xohlagan payt haydab yuborishi mumkin. 2018-yil qishda Pekin chekkasidagi kambag'allar mahallasida yuz bergan yong'indan so'ng shahar hokimiyati yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish holatlarini bartaraf etish bo'yicha katta tadbirlar boshladi. Bir kunda binoni buzib tashlashdi. Suv, elektr, gaz va isitishni o'chirib qo'yishdi. 10 minglab farroshlar, kuryerlar, haydovchilar, qorovullar ko'chaga haydab chiqarildi. O'shanda Pekin propiskasi bo'lmagan bunday kelgindilar uchun amaldorlar ko'pincha Tituanjunho, ya'ni sifatsiz aholi degan atamani ishlatishardi. Yong'in albatta faqat bahona edi. Oliyjanob Pekinni sifatsiz aholidan tozalash. Mana bu rasmiy hujjatlarda bundan oldin ham ko'p marta tilga olingan haqiqiy maqsad edi. Va shunday qilib ular goh keladi, goh ketadi. 20-30 yil davomida shunday vaqtinchalik hayot kechirib, bolalari va ota-onalaridan uzoqda, podvallarda, konteynerlardan yasalgan tiqilinch yotoqxonalarda, shahar egalari tomonidan vaqtincha ruxsat berilgan shahar bo'shliqlarida yashaydilar.
ish qobiliyatini yo'qotgan zahoti ular sifatsiz odamlardan darhol shahar qiyofasini buzadigan 3-toifadagi mavjudotga aylanadi. 这个事情相关部门正在调查处理中。 Ha, Xitoyda uysizlar, ya'ni bomshlar yo'q. Aslida menimcha bu ko'plab mamlakatlarda immigrantlar hayotini ko'rgan ko'pchilik uchun tanish ssenariy. Dunyoni qaysi burchagida bo'lmasin, mehnat muhojirining eng bosh maqsadi o'z oilasini, yaqinlarini qo'llab-quvvatlash va topgan halol rizqini uyiga yetkazishdir. Agar siz ham Rossiyada yashab va ishlab O'zbekistondagi yaqinlaringizga pul yuborib tursangiz, tezda ilovasi buni maksimal darajada oson va tez bajaradi. Humo va Uzcard kartalariga pul bir necha daqiqada yetib boradi. Agar karta raqami yodingizda bo'lmasa, oddiy telefon raqam orqali yuborsangiz ham bo'ladi. Shu bilan birga O'zbekistondan turib Rossiyaga ham onlayn pul o'tkazmalarini amalga oshirish mumkin. Ortiqcha xarajatlardan voz keching. O'zbekistonga xavfsiz va barqaror pul yuborish uchun tezda ilovasini hoziroq yuklab oling. Tezda, rasmiy va ishonchli xizmat. Endi esa asosiy mavzuga qaytamiz. Lekin bema'nilik shundaki, ular Xitoyda yashaydigan xitoyliklar-ku. Nimaga Xitoy o'z fuqarolarini noqonuniy muhojirlarga aylantiryapti? Keling 50-yillarga qaytaylik. Xitoy Xalq Respublikasi tashkil topgandan so'ng Koreyadagi haqiqiy urush va butun kapitalistik lageri bilan tasavvuriy urush zaruratidan kelib chiqib, Xitoy aslida katta investitsiyalar talab qiladigan harbiy iqtisodiyotni rivojlantirdi. Bunday mablag' esa 14 yillik antifashistik, so'ngra yana 4 yillik fuqarolar urushidan keyingi yangi davlatda tabiiyki yo'q edi. Shuning uchun davlatni dehqonlarni ekspluatatsiya qilish yo'li juda tez belgilanib olindi. Bu meni xulosam emas, menga tosh otmang. Bu o'sha davrdagi bosh vazir o'rinbosari Chen Yunning Markaziy moliya komissiyasi majlisidagi so'zlaridan to'g'ridan-to'g'ri sitatasi. 1953-yildan boshlab Xitoyda Txongkou deb ataladigan siyosat joriy qilinib, oziq-ovqat erkin bozori butunlay bekor qilindi. Davlat dehqonlardan g'allani kerakli narxdan ancha arzonga sotib olib, shahar aholisiga talon orqali tarqata boshladi. Shu tariqa resurslar qishloq xo'jaligidan sanoatga qayta taqsimlandi. Yuqoridan pastgacha xarid me'yorlari tobora qattiqlashib bordi. Mahalliy kadrlarning malakasi va partiyaga sadoqati yig'ilgan g'alla vazni bilan o'lchandi. G'alla ishlab chiqarish rejasi bajarilmagan bo'lsa-da, davlat zaxiralari 511% ga oshdi. Repressiyalar, ko'rsatkichni bajarilmaslik qo'rquvi, o'z joniga qasd qilishlar va butun mamlakat bo'ylab ommaviy ochlik zumda yuz berdi. Dehqonlarga bir yiliga odam boshiga bor yo'g'i 30-40 kilogramm g'alla qoldirishardi. Ular daraxt ildizlarini yeb, xotin va bolalarini ovqatga almashtirishardi. Biroq ta'kidlashim kerak, ekspluatatsiya tushunchasi ularga yetib bormagan edi. Aksincha, ular buyuk sotsializm qurish niyati bilan yonib turishardi. Sotsializm haqiqatdan ham qurilayotgan edi. Faqat shaharda 1950-yillarda butun aholini atiga 15% yashaydigan Xitoy shaharlarida allaqachon juda rivojlangan ijtimoiy ta'minot tizimi yaratilgan edi. Bepul tibbiyot, pensiyalar, dekret ta'tili, nogironlik nafaqasi, dafn marosimi nafaqasi, bepul turar joy, taqsimlash orqali ish bilan ta'minlash. Beshikdan qabrgacha shaharliklar hayotining har bir bosqichi davlat tomonidan ta'minlanardi. Sotsializmning ustunligini ular bor go'zalligi bilan namoyish etardi. Olimlarning hisob-kitobiga ko'ra 1953-yildan 85-yilgacha, ya'ni 30 yil davomida Xitoyning sanoatlashuvi va urbanizatsiyasi uchun barcha kapital qishloq xo'jaligidan sug'urib olingan. Buning uchun aytib o'tganimdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining narxi ataylab pasaytirilgan. Ya'ni butun mamlakat dehqonlarning qoni bilan boqilgan. Va bu rivojlanish modeli davom etishi uchun qon so'rg'ichlar soni cheklanib, yetarlicha miqdorda qon beruvchilarni saqlab qolish juda zarur chora bo'lib qoldi. 1958-yilda Mao Zedong yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish to'g'risidagi nizomni imzoladi. Bu qishloq propiskasini shahar propiskasiga almashtirishni qattiq cheklardi. Hatto propiska joyidan 3 kundan ortiq uzoqda bo'lish ham bir necha darajadagi ma'muriyatdan rasmiy ruxsat talab qila boshladi. Keyinroq fuqarolarning erkin harakat qilish huquqi haqidagi band konstitutsiyadan sekingina olib tashlandi. Aytgancha, bunga o'xshash cheklovlar ilgari O'zbekistonda ham mavjud edi. Toshkentga ko'chib kelib, doimiy Toshkent propiskasini olish deyarli imkonsiz edi.
Poytaxtda vaqtinchalik ro'yxatdan o'tmasdan uzoq vaqt yashash esa ichki ishlar organlari tomonidan turli sanksiyalarga sabab bo'lishi mumkin edi. Bu tizim 2020-yildagi islohotlargacha amal qilib keldi. Hozir unday emas. Xitoy rasman ikkiga bo'lindi. Xitoyliklar esa ikki toifaga ajraldi. Qishloq dehqonlari va shahar dvoryanlari. Birinchilari endi yerga mixlanib qolgan va o'z mehnati bilan qo'lga kiritgan mamlakatini barcha yutuqlaridan ajratib qo'yilgan. Shunday qilib 30 yil bozor islohotlarigacha. Bu albatta ushbu to'siqni ancha yorib o'tdi, lekin to'liq yiqita olmadi. Chunki hozirgi rahbarlarni ham yarim asr avvalgi qo'rquvlar boshqarmoqda. Birinchisi, kelgindilar mahalliy aholidan resurslarni tortib olishadi. Sasagan kelgindilar Pekinga tilanchilik qilgani kelib to'lib ketishdi. Men qizil bayroq ostida tug'ilib, Tiananmen yonida o'sdim. Sen esa sasagan kelgindi. Mening propiskam 2-halqa yo'li ichida. Mana shu Pekin degani. Ikkinchisi, kelgindilar shaharni tartibi va obro'sini buzadi. Shahar rivojlanishi kerak. Shahar rivojlanishi haqida gapiryapsan? Men esa senga dehqonlar haqida gapirib beraman. Sen faqat oddiy odamlarni ezishni bilasan. Sen partiya kadrisan. Men seni basharangni buzaman. Men seni o'ldirgan bo'lardim. Vaqti kelib seni yana ojizlarni ezishni boshlaysan. Avloddan avlodga davom etgan bunday resurslarga to'siq ularni qashshoqligini xuddi propiskani o'zi kabi merosiy qilib qo'ydi. Xitoyda shahar va qishloq propiskali aholi o'rtasidagi daromad farqi deyarli doim 3-4 barobar darajada saqlanib keladi. Va bu faqat daromaddagi farq xolos. Mulkdagi farq esa yanada kattaroq. Chunki sotsializm davrida davlatdan bepul olingan uy-joy shahar aholisiga Xitoy bozor iqtisodiyotining asosiy mevasi, ko'chmas mulk bozorini ko'tarilishidan bahramand bo'lish imkonini berdi. Qishloq yerlari esa hozirgacha oldi-sotdiga tegishli emas va jamoat mulki bo'lib qolmoqda. Bu mutlaq tengsizlik, lekin tengsizlik har doim yomon deb kim aytdi? Ko'plab sharoiti yaxshi tomoshabinlar aytsa kerak. Har doim ijobiy tomondan qarash kerak. Aslida aynan shu mutlaq tengsizlikda Xitoy iqtisodiy mo'jizasining bosh siri yashiringan. Bu aytgancha inson huquqlarini past standartlari afzalligi degan maxsus atamaga ega. Ya'ni ishchi kuchini arzonligi. Ochig'ini aytsam, sizlarda oyiga 8 kun dam olish kuni bor. Dam olish kunlari va 8 soatlik ish kuni. Bu juda hashamatli. Xitoyliklarda oyiga 1-2 marta dam olish kuni bor va rahbariyatga shu ham yoqmaydi. Shuning uchun senga aytyapman. Amerikaliklar hech nimaga yaramaydi. Yo'q, ular hech nimaga yaramaydi emas. Sizlarning tabiatlaringiz shunaqa xolos, lekin tabiatni o'zgartirish mumkin. Faqat xitoyliklar kuniga 12-15 soat dam olish kunlarisiz, himoyasiz va hatto maoshsiz ishlay oladilar. O'z vatanida. Sizga necha oydan beri maosh to'lanmayapti? 8 oydan beri. Oyga qancha? 650. 650? Tengsizlik tufayli merosiy qashshoqlik bu odamlarni adabiy proletarga, Xitoyning xalqaro raqobatdagi noyob kapitaliga aylantirdi. Bir tomondan investitsiyalarni jalb qilish uchun, ikkinchi tomondan esa arzon tovarlar orqali xalqaro bozorni egallash uchun. Ular shuningdek Shanxay Maglevi, Shenzhen metrosi, ko'priklar, tunnellar va millionlab osmono'par binolar qurilishida Xitoyning noyob kapitali hisoblanadi. Tasavvur qiling, agar ularga ham shahar aholisiga o'xshab yaxshi ta'lim, tibbiy xizmat, nafaqalar, pensiyalar berilganida. Agar ularga oyiga 100 emas, $300 to'laganida. O'shanda juda dahshatli narsa yuz bergan bo'lardi. Ular ortiqcha ishdan bosh tortishlari mumkin edi. Shunda ular chet elliklar oldida nima bilan faxrlanadi, a? Mayli. Endi haqiqatdan ham pozitiv tomonga o'taylik. 90-yillardan 2010-yilgacha jahonda eng yuqori ko'rsatkichlardan biri bo'lgan Xitoydagi o'z joniga qasd qilish darajasi qishloq aholisi orasida keskin pasayishi tufayli dunyodagi eng past ko'rsatkichlardan biriga aylandi. Ayniqsa 90-yillarda har yili 300 ming kishi hisobida o'ziga qasd qilib turgan qishloq ayollari orasida. Va bu o'zgarishning sababi juda oddiy. Ular shaharga ketish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Erining tayoqlari, uning oilasi tomonidan qilingan zug'um, ertadan kechgacha davom etadigan uy ishlari va pestitsid o'rtasida ularda chiqish yo'li paydo bo'ldi.
Bu garchi shaharda o'nlab boshqa ayollar bilan birga qurilishdagi qandaydir tiqilinish konteynerlarda bo'lsa-da, chiqish yo'li edi. Ular u yerda qo'shiq aytishadi, raqsga tushishadi, hazillashishadi, har xil o'yinlar o'ynashadi. Mana shu men video davomida nolib, shikoyat qilib kelgan shahar bo'shliqlaridagi vaqtinchalik hayot ular uchun allaqachon jannat bo'lgan. Shahar amaldorlarini ish kuni tugashi bilan minglab ko'cha savdogarlari ko'chma do'konlari bilan ishga chiqishadi. Ammo navbatdagi reyd boshlanishi bilan ular darhol g'oyib bo'ladi va bir necha daqiqadan so'ng yana boshqa joyda savdo qilishadi. Ular xuddi partizanlarga o'xshab joylarini almashtirishadi. Hatto guruchni ham yugurgan holda pishirib sotishadi. Ularni farzandlarini mahalliy maktabga qabul qilishmaydi. Ular esa quruvchi bo'la turib qon topshirishga, konditerlik imtihonini topshirishga, ball yig'ishga urinishadi. Tanish-bilishchilik orqali pora evaziga bo'lsa ham inson yaxshiroq hayotga intiladi. Bu istak devorlarni, temir va betonni yorib o'tadi. Bu tabiat qonuni. Siz bilan Davronov Faktor. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va izohlaringizni qoldiring. Rahmat. Ketdim men.